Buyrak va dializ haqiqati. Buyrak xastaligiga chalingan bemor 2 oy davomida naq 30 marta apparat orqali qonini yuvdiradi. Ya'ni og'ir dializ muolajasini oladi va har gal buning azobidan, og'rig'idan juda qattiq qiynaladi. Sog'lom odamning buyragi esa kuniga 32 marta hech qanday og'riqsiz, siz sezmagan holda tabiiy ravishda o'z-o'zini tozalaydi. Og'irligi bor yo'g'i 150 gram keladigan shu juftgina a'zomiz bir sutkada 4-5 litr qonni qayta haydab, jami 1500-1800 litr qonni chinniday filtrlaydi. Har bir buyrakda 1 milliondan ortiq nefronlar, ya'ni mikrofiltrlar mavjud. Agar ikkita buyrakdagi mana shu mitti filtrlarning umumiy uzunligini hisoblasak, taxminan 100 kilometrni tashkil etadi. Vazifa faqatgina tozalashdan iborat emas. Buyraklar qon bosimini boshqaradigan renin gormonini hamda qizil qon tanachalari eritrotsitlar ishlab chiqarilishini faollashtiruvchi eritropoetin gormonini ajratadi. Suyaklarimizni mustahkamlovchi D vitaminini aynan buyrak faollashtirib beradi. Eng zamonaviy dializ apparati ham haftada atigi 3 marta 4 soatdan ishlay oladi xolos. Siz bilan bizdagi sog'lom buyrak esa haftada 7 kun, sutkada 24 soat beto'xtov mehnat qiladi. Dializdagi bemorlar ichadigan suv miqdorini, hatto kaliy va fosforga boy oddiy taomlarni cheklashga majbur. Shu bois ularda doimiy kamqonlik va suyak zaifligi kuzatiladi. Sog'lom buyrak esa tanadagi suv va tuz muvozanatini o'zi mustaqil va mukammal sozlab turadi. Hech qanday to'lovsiz, navbat kutishlarsiz va og'riqlarsiz ishlab turgan sog'lom a'zolarimiz bizga berilgan eng katta bebaho boylikdir. Har bir olingan nafas va urgan yurak uchun alhamdulillah. Ey inson, tilni shikoyatdan tiy, yurakni Allohning zikriga bur. Chunki bugun shifoxonalarda bir qultum toza suvni to'yib ichish orzusida yonib, lekin labini xo'llash bilangina kifoyalanayotgan minglab bemorlar bor. Agar Allohning ne'matlarini sanasangiz, sanog'iga yeta olmassizlar. Ibrohim surasi 34-oyat. Bizga mana shunday mukammal jismni in'om etgan Alloh taologa beadad hamd va sanolar bo'lsin.